Bugungi retseptimiz lavash bo'ladi. Kerak bo'ladigan masalliqlar: qiyma, piyoz, tuz, zira sovuramiz. Yaxshilab aralashtirib, sochniy zo'r bo'larkan. Shu retsept asosida qilib ko'ringlar, juda ham mazali bo'lib chiqdi. Yaxshilab aralashtirib, tuzlarni ko'rib olasizlar. Keyin pergament qog'ozga qiymalarimizni yoyib chiqamiz. Yoyib chiqib, keyin o'raymiz. Yupqa qilib yoyib chiqasizlar. Listlarimizga solamiz. 180 gradusda tepasini yoqib pishirib olasizlar. 20 minutda pishadi. Sochniy bo'lib, zo'r bo'lib pishib chiqdi. Juda ham sochniy zo'r bo'lar ekan, qilib ko'ringlar. Kesib olasizlar, o'zingizga удобный qilib. Ko'chadan lavash yemaydigan bo'lasizlar, bu retseptdan qilib ko'rsanglar. Juda ham o'zimga yoqdi. Ko'p blogerlar qilib chiqqanini ko'rib, mana birisi qilib ko'rgim keldi va nihoyat qildim. Sosiga mayonez bilan ketchup aralashtirib olamiz. Kerak bo'ladigan masalliqlarimiz: lavashni ochib, ichiga nachinkalarni solib olamiz. Pomidor, bodring, chips, pishirgan go'shtlarimizni solib olamiz. Ketma-ketlikda solib chiqamiz hammasini. Ketma-ketlikda solib, bodring, pomidorlarimiz, soslarimizni solib, yaxshilab o'rab olamiz. O'rganimizdan keyin tosterda yaxshilab qizartirib olamiz. Juda ham sochniy zo'r chiqar ekan. Bolalarimga yoqdi. Sizlar ham qilib ko'rishinglarni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha.